Tasavvur qil hayotim, sen bilan umra safariga birga borsak. Madinaga qo'ndik. Hayajondan yuraklar tez-tez urib, muborak zaminga birga keldik. Rasulimizga salomlar berdik, duolar qildik. Keyin esa labbay Allohim labbay deya istig'for va tavba bilan Makka tomon yo'l oldik. Ka'bani ilk bora ko'rib, jamiki xayrli narsalar, solih farzandlar, oramizdagi muhabbatning ziyodaligini so'radik. Endi yana ham tasavvur qil. Alloh umramizni qabul qilib, solih bandalari qatorida jannatiga kirgizsa, qo'l ushlashib jannat tomon yurib borsak. Ey bir-birini xolis Alloh uchun yaxshi ko'rganlar. Ey solih bandalar. Juftingiz bilan jannatga kiringlar deyilsa. Tasavvur qilgina. Bundan ortiq baxt bormi?